Assalomu alaykum Ramchurron kuzatuvchilari. Hozir ketayotganimda Otabek aka degan ko'pchilik taniydi Shuhrat akani ko'rib ozgina suhbatini olamiz. Aka, assalomu alaykum. Bormisiz? Qayerda yuribsiz? Toshkentda yuraman. Toshkentda bolalar. Bolalar. Sevasiz bolalar, ha? Sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Tinchmisiz? Meni anchadan taniysiz-a? Qanchadan taniysiz aka? Anaqadan. Qayda? Berib taniyman. Qayda? Ana nimada ishlayapsanu? Xalq bankida. Xalq Ishlaganman oldin, ha. Hozir ishlamayman. Hozir sohani o'zgartirganmiz. Xudo xolisa, Ramchur Uchqo'rg'on obunachilari mana Otabek akam aytyapti, Ramchurronga obuna bo'ling deyapti. Aytib qo'ying. Ramchur Uchqo'rg'onga obuna bo'linglar. Akfa shouroom, ha? Akfa sentrda. Sentrda. Ha? Shuni hammaga taklifini kiritib oling. Endi ko'chada yurgan Otabek aka. Siz ham ko'pchilik taniydi. Hamma otash deganda Ramchur Uchqo'rg'onga obuna bo'l deb qo'ysangiz bo'ldi. Obuna bo'linglar. Joningiz sog' bo'lsin. Akani ko'pchilik taniydi, joni sog' bo'lsin. Hammaga xayrli kun tilaymiz.